Opa ajrashganman 06man. Bitta erkak yozyapti, ikkita bolasi bilan ajrashgan 96-yil men uchun. No. Asalim 20 yoshsiz hali. To'g'risi gap. U 30 yosh. Timur ikkita farzand bor. Siz farzandingiz bo'lsa kerak jonim. Kerak emas. Yo'q. Kerak bo'lsa bolasi nimadir demoqchi bo'lgandirsiz? Yo'q. Mas ketyapman. Yo'q. Nimaga? Umri aliment to'lash bilan o'tadi. Bir, boshimdan o'tayotgan narsani aytibman. Voy, xotini tinch qo'ymaydi. Hech qachon. To o'lmaguncha tinch qo'ymaydi. Ishoninglar, baribir kichkina bo'lsa ham zarrasi tegib turadi. Kerak emas. Ajrashgan bo'lsangiz nima qilibdi? Uylanmagan yigitlardan keladi xalos ochisiga. Siz hali kichkinasiz. Ishoning, mazza qilib o'qing undan ko'ra. Erga tegish o'ylamang.